Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki kitapta erge naşkürlük kılış küfürden töverek küfürdür degan bir babni keltirip mundaq deydi. Bu haqda deydi. Yani erge naşkürlük kılış hakkında Ebu Said el-Hudri Peygamber aleyhissalatu vesselam'da rivayet kılgan bir hadis var deydi. Bu Ebu Said el-Hudri'ninki rivayetideki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayollarını sadaqat qilishga ko'p undigan. Chunki sizlar mushu davzaxda nayati ko'p kirib ketgandek qirsizlar. Deganki ayollar so'rga ya Rasululloh nima sababdan biz davzaxga ko'p kirib ketamiz deganda sizlar chunki la'natni ko'p ishlatgansizlar, ko'p la'nat qilgansizlar, erlaringlarga noshkurlik qilgansizlar degan. Shu hadisdan bu babni olganda Imom Buxoriy Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu Ebu Said el-Hudri'nin hadisideki sizler la'natni ko'p qiladigansizlar, yoki erlaringlar tuzkur noshkur bo'ladigansizlar degan so'zni tushuntirib kelib mundaq degan. Payg'ambarimizdagi zamonasidagi ayollar jahiliyatlardagi yangi qutulgan bo'lg'achqa bular ko'pincha g'ayvat shikoyatni ko'p qilib qoldigan, la'nat qog'ashlarni ko'p qiladigan, erlarga noshkurlik qiladigan avvallar iymon bek sınıp ketmegechga jahiliyatdan yangi qutulayotgachqa bunda avvallar ko'p ko'rilgan avvallar bo'lishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz ularniki mushu qilmishlar tufaylidan davzax eng ko'p kirib ketganlar deb qarab bularni mushu hadisdan ogohlantirgan. Lekin islom adab qoidasi bilan bir ayol adablansa, zinatlansa, islom axloqini ching tutmasa, mushu islomiy ko'zqarashlarga, mushu adab axloqlarga Çin esitmanğa vaqtida bular yani davzaxga ko'p kirib ketmaydi. Chunki ayollar nayt tizlam muhitninki ta'siriga jiq uchraydi degan. Ya'ni bir narsaning ta'siriga jiq uchraydi tizlam. Ham jahiliyatda la'natgardi, g'ayvat shikoyati ko'p qildigan bo'lsa, islom haqiqiy tushunganniki bunda yomon odatlarni tizlam yenib bular islomiyatga qaytgandan keyin bular o'zi yana davzaxdan ko'p qutuldirib ketalaydi deb mav tushunchini bergan. Bu Enver Şah Keşmiri'ninki göz karşı. Qağın vallahu alem. Hem İmam Buxari rahmetullahi aleyh 29. hadiste, şu tövendeki hadiste mundaq dedi. Bizge Abdullah ibn Mesleme hadis sözlep bergen ediydi. Bu kişininki tercümalı başta ötep oldu. Abdullah ibn Mesleme Qa'nabi degan adam şu. İkincisi İmam Malik'ten rivayet kıldı bu adam. Abdullah ibn Mesleme. İmam Malik ibn Anas bu kişininki tercümalı başta ötep oldu. İmam Malik rahmetullahi aleyh Zeyd ibn Eslem'den hadis rivayet kılıyordu. Zeyd ibn Eslem özüne ait tabi'in paqi adam. Hadis köp hadis rivayet kılgan, öz Medine'de yaşayan adam da bu. Medine'deki en dağınık ulemalarının, faqihlarının biri. Dadısı Eslem olsa Ömer ibn Hattab'ninki hizmetçisi yani azatkarisi. Demek bu adam Zeyd ibn Eslem Ömer ibn Hattab'ninki ailesi çoğun olgan. Ömer ibn Hattab'ninki oğullarının ta'sirlariga nayt ko'p uchragan. Undaqda bu kishi Ömer ibn Hattab'dan, o'g'li Abdullah ibn Ömer'dan, onun boshqa ko'p sahobalardan hadis rivoyat qilgan, ilm o'rganganda shu zamonda bu kishiningki shu katta ustozlardan ilm o'qish sharafiga erishgandan keyin payg'ambarimizniki masjidida maxsus dars o'qigan bir o'rindiq bo'lgan ekan. Bu munati yuqori bir martaba shu davrda. Bu kishi 136-yili hijriyaniki. Shu zamonda o'lib ketgan. Bu kishiningki 200 dan ko'proq hadislar bor. Sanatlik, rivoyatlik holatda rivoyat qilingan. Endi bu kishiga qanday baholar berilgan degan vaqtida Ali ibn Husayn, Imom Husaynning Rasulullohning nevrisining bolasi, beynavris bo'ldi. Bu Zeyd ibn Aslam degan mush kishiningki so'rinda o'tiradigan darsiga qatnashib Usul bir Resulullah'ın bunda bir evlatı süre degandek mezmunu gap qilingan bu kishiga. Şuna bu adam diniga kim foyda yetkazalsa shu odamni qashiq berib o'tirdi deb mush kishiga mush bahoni bergan ekan. Undaqda bu kishi mush diniy jihatdan yetilgan, manfaatlik, zohid kip o'tkir zot bo'lsa kerak. Bir qism ulamolar bu kishini ilmlik, faqih, ishonchli odam, Qur'onning tafsirini yaxshi biladigan odam deb sifatlagan ekan. Ba'zilar nayt ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik degan sifatni beribdi. Demak bu odamga ishonchlik hadis muhaddislarniki biri. Bu zot hamda Ato ibn Yasardan hadis rivoyat qilyapti. Ato ibn Yasar hijriya 103-yili o'lib ketgan Madinalik tabi'in. Bu kishimi hadis rivoyat qilgan ravilarniki
biri şu devirlerde. Dadisi mesela şu Paris'lerde iken esirge düşüp Medine'ye gelip Meymune radıyallahu anh'ın Resulullah'ın ayağındaki bir hizmetçisi kulu bolgan de şu zaman vaqtida. Hem de eta şu vaqtida şu dadisininki hem de şu Medine'de yaşaş özellikle faydalanıp durup sahabalardan bir kısım çoğun tabiilerden ilim ügünüp Peygamberimizdeki mescitte davamlıq koldan bermedigende keyik mezgillerde mescitte şu İslam tarihi hikaye qatarlıqan sözlep birdigan aletke yetken. Ondaqda közü görüngen alim deyilgen boldu. Bu kişi mesela Zeyd ibn Sabit, Ayşe, Ebu Eyyub el-Ensari, Ebu Hureyre qatarlıq sahabalardan hadis rivayet qilgan bo'lsa, bu adamdan ko'plagan kishilar hadis rivayet qilgan tabiilardan. Bu kishi ishonchli ko'p hadis rivayet qilgan odam deb sifatlangan. Hamda Ata ibn Yasar Abdullah ibn Abbas yani Abdullah ibn Abbas'tan hadis rivayet qiladi. Abdullah ibn Abbas Peygamberimizin tağısınınki balası. Bu kişinin hayatını başta öttü bolğay. Abdullah ibn Abbas dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degan idi. Ben devzakni kördüm dedi Peygamberimiz. Bu devzaktaki köp kişiler o yollardan terk tapkan iken. Ular çünkü kapır bulu demesmi dedi de. Şondan Resulullah sual çıktı da Allah kapır bulamdı o. Diye vaqtida Peygamberimiz erlerge kapır buludu dedi. Yani naşkürlük kılıdı. Yani Allah'a kapır buluş bilen nimetki kapır buluş ikisi ayrım bir dünya. Lekin işkilisiga şu küfür sözü işletildi. Ular ihsanga kapır buludu dedi. Qilgan yaxshilikqa tuzkorlik qiladi dedi. Agar ularning biriga bir ömür yaxshilik qilsang, andan senden kichikkina bir narsani his qilsa dedi. Yoqtirmaydigan bir ishni his qilgan vaqtida bu ayol dediki, men senden hargizmi yaxshilik ko'rmadim deb shundaq dedi o degan. İslam olimlari bu hadislarga qarata shu kishilarniki nashkurlik qilish, tuzkorlik qilishni haram, bu kabir gunohlardan deb ayıplagan. Hatta İbn Mettal degan olim shu benda boshqalarga tuzkorlik qilish, nashkurlik qilganlik tufayldimi azoblandi degan so'zni ishlatgan. Shuning uchun boshqa xayr xalq qilgan, yaxshilik qilgan odamlarga nisbatan rahmat aytish, onunğa bir vafodorlik, minnatdorlik bildirish bu odamniki majburiyati va hatta bu vojib deb shar'iy hukmlarni berganda. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.